suvenir, ratsiya, pichoqlar va boshqa narsalar sotiladigan joyga keldik. Unaqacha davom etgan ekan, naryoqda kafe ekan. Endi arkanni nima yerga qoldirib, bir ichkarini ko'rib chiqamiz. Ana nimalari bor ekan. Mashinamizga balki Rossiyadan installya qilib bu narsalarimiz terminal ishlaydi debdi, lekin bizga viza karta baribir ishlamaydi, naqd pul to'laymiz. Sotuvchi hozir videoga olishimni xohlamadi, lekin aytishiga qaraganda o'zbekchani tushunar ekan, o'zi rus, lekin O'zbekistonda ko'p yashagan. Tatarkanmi? Gap yo'q. O'zbekchani mana tiniq gapiryapti. Xullas, mana opani ko'rsatmaylikda, mana shu yerdagi turistik buyumlarning hammasini opaniki ekan, sotar ekan. Hozir biz ham mashinamizga nimadir olamiz. Har bitta davlatdan men mashinam uchun nimadir olib, yopishtiriladigan magnit yoki suvenir olib, mashinamga to'plab ketaman-da. Mashinam ichi muzey qilmoqchiman kelajakda, xullas. Opa Nitolka o'zbekcha gapiryapti. Qo'shiqchi qayerda? Qo'shiqda. Yaxshi, haligi nima deydi? Noodatiy qilib yasalgan ekan. Pasportni olishga shoshib qoldim. Hammasi bir-biridan chiroyli va o'ylab mana shuni olishga qaror qildim. Mana alohida olib ko'rsatay. Sabzi, quyon va mana toshlari, dekoratsiyalari bilan chiroyli. O'zi hammasi ham chiroyli. Endi ayiqlar bor, bo'rilar bor-da, menda quyon yo'q ekan shu paytgacha. Shuning uchun quyonni oldim men. Narxi mana 1050 rubl. Borana 1000 rubl qilib bergan taqdirda ham biz pulga 160 ming so'm bo'ladi. Rahmat katta. Endi buni mashinamizga chiroyli qilib o'rnatamiz. Borgan sari ko'payyapti suvenirlar. Xo'sh, svet yo'qchi. Qaysi tomonga o'rnatamiz? Mana bu tomonda kamroq ekan. Bu yerda ko'payib ketibdi narsalar. Mana shu tomonga, ana двухсторонний skoch bilan sallandaroqqa qo'yib qo'yamiz.